Mana yana o'sha trenddagi treshina, orqanal yormasi. Juda ko'payib ketdi oxirgi paytlarda. Endi ko'payganining sababi menimcha hamma o'sha lazerda qilgandan keyin yengilroq qutulayotganligi uchun kelishyapti, bir kunda tuzalib ketayotganligi uchun. Hozirgi bemorimiz ham yana orqanallar yormasi bilan bu bemorimizni ham o'sha jonlariga tekkan, treshinani ham joniga tegib ketgan bemorni ha deb hojatga chiqishga qiynalishi. Shuning uchun ikkalalarini bir-biridan nima davolab yo'qotib tuzatib yubormoqchimiz. Xudo xolasa kuzatib turinglar. Bismillah. Qo'rqmanglar, liniyasini almashtiramiz o'zi ingichkasiga. Mana almashtirdik. Ingichkaginaga. Aka bo'ldi xudo xolasa. Ha, bo'ldi. Ko'ring, men uchun muhim qilasiz. Tugadi. Hozir keting, Alloh shukr.